Hozir biz birinchi navbatda disk yubkani tikishdan boshlaymiz. Disk yubkamizda orqasida faqat bitta chok bor. Biz bu chokni hozir frantsuzskiy shofda обработка qilamiz. Frantsuzskiy shof qanaqa обработка qilinadi? Bizda mana ko'rib turibsiz, yubkaning o'ng tomoni, mana o'ng tomonini bulavkalab oldim. Hozir o'ng tomondan tikamiz. 0,7 qilib tikamiz o'ng tomondan. Zakripka beramiz va 0,7 qilib tikib boramiz oxirigacha. Bulavkalarni albatta olib, keyin tikishni davom ettirish kerak bo'ladi. Oxiridan kelib zakripka beramiz va tugatamiz. Mana bizda mana bunday holat bo'ldi. Endi hozir buni biz tozalab olamiz, dazmollaymiz, keyin buni orqasidan tikamiz. 0,3 mm qoldirib, qolganini kesib tashlaymiz. Va yaxshilab dazmollaymiz. Sotib olamiz albatta har bitta chokimizni. Mana bu yubkaning etagiga qo'yiladigan detalimiz hisoblanadi. Par dazmol bilan yaxshilab pari bilan buni hammasini dazmollab chiqamiz. Xuddi shu holatda hammasini dazmollaymiz. Mana bu holatga keldi tikkanimiz va dazmollab oldik. Endi buni orqasini o'girib, mana orqasini o'girib, o'rtasini o'sha olamiz. Mana bu holatda keyin buni bulavkalaymiz. Bu frantsuzskiy shof deyiladi. Juda ham toza, akkuratni chiqadi. Buning uchun, misol uchun sizda agar overlock yo'q bo'lsa, hech ham muammosi yo'q. Mana shunaqa choklardan foydalangan holatda bemalol tikish qilsangiz bo'ladi, bir chokli mashinkada ham. Mana xuddi shu holatda hozir men bulavkalayman, keyin tikamiz. Mana bu holatda bulavkalab oldik, ko'rishingiz mumkin. Mana endi buni 0,7 mm tikamiz. Shunda biz bergan 1,5 cm chok haqqimiz mana shunga ketadi. Ya'ni 0,7 mm boya tikkanimiz va hozir yana 0,7 tiksak, shunda 1,5 cm chok haqqi olganimiz shu bilan teng bo'ladi. Endi buni tikamiz. Zakripka beramiz va oxirigacha xuddi shu holatda tikib boramiz. Mana tikib oldik, endi buni dazmollaymiz. Dazmollab olganimizdan keyin mana bu holatda bo'ladi. Endi buni kalotkamizni mana ichiga solgan holatda chokni bir tarafga yotqizgan holatda dazmollaymiz. Yana mana ustidan ham dazmollab olsak bo'ladi. Hozir endi biz etak qismiga gipyur yopishtiramiz. Bizda bu juda ham qalin bo'lganligi sababli men buni ikkiga bo'laman. Chunki o'zi gipyurim shunaqa
naqshlari shunaqa, ya'ni bu yoqdan men 2 ga bo'lsam, bu eng kichigina bo'lib qoladi va tepasidan ham olib tashlayman. Xo'p, buni hozir men bu joyini kesib qo'ydim. Mana shunchasini kesib tashlayman. Lekin sizni xohishingizga qarab, qanaqa gipyur xohlasangiz yoki qalinroq xohlasangiz bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana buni esa orqasidan buni ajratib olaman. Mana ajratib oldim buni. Endi bir-biriga ulayman kesgan joyimdan. Mana bunday holatda buni albatta va o'ngi orqasi bo'ladi. Mana bu orqasi, bu ham hozir bitta o'ng, bitta orqa bo'lib qoldi. Topib olamiz. Xo'sh. Mana ikkita orqa. Mana buni mana bu holatda tikib olamizda, keyin etakka ulaymiz. Buni tikib olamiz. Endi bu gipyurimizni etak qismiga o'rnatamiz. Hozir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, menda etak hech qanaqa obработка qilinmagan. Agar xohlasangiz, overlogingiz bo'lsa, bitta overlog qilib olib, keyin tiksangiz ham bo'ladi. Lekin men hozir sizlarga hech qanaqa overlogsiz obработка qilishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun gipyurimizni mana bu holatda qo'yib chiqamiz. Bittasi mana tashqariga chiqadi, bitta gul. Mana bu holatda bulavkalaymiz va hozir mana bu joydan 0,7 qilib tikib ketamiz. Aylantirib xuddi shu holatda tikamiz va o'rta chokni o'rtasidan emas, sal 1 sm buyoqdan tikamiz. 0,7, ya'ni bitta lapka. Bitta lapkamiz o'zi 0,5, 0,6, 0,7 qilib tiksak bo'ladi. Manda mana orientirni bitta gulchani tashqariga chiqarib keyin tikaman. Mana xuddi shunaqa qilib men hozir aylantirib, mana shu bitta gulchani men tashqariga olib chiqib, tikib, aylanasi bilan kelaman. Buni tikib oldik, endi dazmollaymiz. Hamma yog'ini aylantirib shunaqa dazmol qilib olamiz. Mana bu holatda ochib, dazmollab olamiz. Etakning hamma joyini xuddi shunaqa qilib dazmollaymiz va bu orqasida mana bunaqa holatda bo'ladi. Mana hamma yog'ini xuddi shunaqa qilib hozir dazmollab chiqaman. Mana endi hozir buni ustidan tikamiz. Mana shu holatda agar siz xohlasangiz, buni misol uchun etagiga chok tushishni xohlamasangiz, mana bu orqasidan siz mana buni ichiga kley bor, ya'ni yopishadigan kley bor. O'sha kleydan qo'yib turib, yopishtirib olsangiz ham bo'ladi. Bunda chok tushmaydi va juda ham akkuratli bo'lib chiqadi. Lekin men hozir buning ustidan chok yurg'izishni afzal deb bildim. 0,7, ya'ni bitta lapka chok yurg'izib chiqaman. Orqa o'rta chokidan boshlaymiz va bitta lapkada 0,5 santimetrda chok yurg'izib chiqamiz. Zakripka bermayman. Kelganimdan keyin zakripka beraman, ya'ni aylanib kelganimdan keyin, chunki ikkita zakripka ustma-ust bo'lib qoladi va chok xunuk bo'lib qoladi.
xuddi shunaqa qilib aylantirib tikamiz. Mana tikib oldik, ustidan choq yurg'izib oldik. Endi buni dazmollaymiz ustidan. Sotib olamiz. Mana xuddi shunaqa holatda aylantirib dazmollab olamiz. Endi yubkamizning rezinka qismini ham hozir birgalikda tikib olamiz. Bu uchun nima qilamiz? Mana buni mana buklagan holatda va yana bitta buklagan holatda bu yog'iga nasechka berib olamiz. Undan keyin mana ochamiz. O'rtasidan bitta bulavkalab olamiz. O'rindan siljib ketmasligi uchun va rezinkamizni olib mana bu holatda qo'yamiz. Mana rezinkamizni mana bu joyga taqab nasechka qo'ygan joyimizga olib kelib taqab qo'yamiz. Bir yarim santimetr ustidan o'tkazamiz va mana bu holatda va mana bu qolgan qismni nasechkaga bergan joyimizdan buklagan holatda mana olib kelib mana qo'yamiz. Ya'ni biz rezinka qismini, rezinka ustini yopgan holatda tikamiz hozir. Rezinkani tikishni juda ham ko'p usullari bor, juda ham ko'p. Siz balki Pinterestda yoki YouTube'da yoki boshqa saytlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. O'zingizga xohlagan usulda bemalol tiksangiz bo'ladi. Qaysi biri sizga oson tuyulsa, qaysi biri bilan doim, misol uchun, agar siz tikuvchi bo'ladigan bo'lsangiz, qaysi metod orqali qilayotgan bo'lsangiz, o'sha orqali qilsangiz bo'ladi. Xo'p, zakripka berib olamiz. Mana bizda mana bunday ko'rinish bo'ldi hozir. Ortiqcha iplarni kesib tashlaymiz. Endi mana buni ochamiz. Bizda qanaqa holat bo'ladi? Mana bunaqa holat bo'ladi bizda. Rezinka ichkarida qoldi va mana bunaqa holat bo'ldi. Mana rezinkani endi buni ichiga kirgizgan holatda hozir mana bu joydan 1 santimetrlik chokni yurg'izib chiqamiz. Uning uchun ikkita mana tarafini baravar ushlagan holatda bulavkalaymiz. Mana shu joyda bitta narsani aytib ketmoqchiman. Agar siz charchagan bo'lsangiz yoki och qolgan bo'lsangiz, borib bir piyola choy yoki kofe ichib keling. Ana undan keyin davom eting. Men bu joyda tikib turaveraman. Siz bemalol borib choy, kofengizni ichib kelsangiz bo'ladi. Mana xuddi shu holatda bulavkalab chiqamiz. Ikki tarafini teng qilib mana. Keyin buni tikamiz. E'tibor bering, biz rezinka ustidan tikmaymiz. Rezinkadan 1 yoki 2 mm pastda tikamiz.